Hammaga assalomu alaykum. Bugun shahar markazi Nukus ko'chadan Mirobod tumanidan 5 xonali kvartira kelganmiz. Podyezdini qaranglar. Juda ham chiroyli, katta, lyustradan ilib qo'yilgan, даже mana shu xonadonimiz sotuvga chiqqan hozir. 5 ta xona. Mashalloh, bismillah. Kirib kelishimizda juda ham yorqin ranglarni ko'ringlar. Hol juda ham katta, prixoshka juda ham katta haqiqatan ham. 5 ta xona, 2 ta sanuzul, почти mebellar tayyor, gilamni qo'yib olsanglar bo'ldi. O'ng qo'l kirganda kattagina stroyniy shkofimiz bo'ladi. Bu uydachi shkofdan вообще muammo yo'q. Tak, chap qo'limizda birinchi eshik bu prachniy xona, sushilka bilan kir mashina o'rnatilgan. Bundan keyingi xonamiz marhamat. Juda ham katta. 3 ta sanuzul bor ekan, uzr adashimman. 3 ta sanuzulga ega. Tak, mebellar qo'yilgan, o'sha hammasi matraslar tayyor. Bu yerda ham полный ko'rosda kir urishgacha hamma yoq shkof qilingan, televizorlar o'rnatib qo'yilgan. Tak, o'zining ichida alohida sanuzul. Bu yerda dushovay kabina qo'yilgan. Shkoflarga gap yo'q ekan. Rosa ham muammo bo'lmaydi anaqa kiyimlardan. Xullas, bu yerda mana chiroyli zona qilib qo'yilgan. Make-up ham bo'ladi. Bundan keyin 2 tabaqali eshikdan oshxonaga o'tamiz. Oshxonamiz juda ham katta ko'rayotganinglardek. Texnikalari bo'sh qo'yilgan. Bitta mana shu idish so'yadigan texnikamiz xufman ekan. Qolgan hammasi bo'sh. Tak, krashinli mebel, hammasi toshdan qilingan, 100%, o'rtada katta stolechniy. Bu yerda o'zi ko'proq ovqat tayyorlashga yaxshiroq, udobniyroq bo'ladi. Tak, yengil zavtrak qilishga ham yaxshi. Tak, bu yerda bo'sh texnikalari bor. Xolodilnik, qaranglar. Bu yerda birinchisi morozilka bo'sh, bu ham xolodilnik bo'sh qo'yilgan. Xullas, aytganimdek, почти hamma narsasi tayyor holatda. Tak, buni yonginasida zal. Zalda ham xuddi shunaqa 2 tabaqali kattagina eshik qo'yilgan. Zaliga marhamat. Juda ham ajoyib. To'rda полностью katta shkaf yasalgan, oxirigacha zalimiz juda ham katta ekan razmeri. Bu yerda divanli zonamiz, televizorlar, LG televizorlar qo'yilgan. Har bitta xonada termostat datchiklari ham bor aytgancha, issiqqa tepllik polni kontrol qilish uchun va bu yerda ovqatlanadigan zonamiz, marhamat. 8 kishiga mo'ljallangan. Xohlasanglar 10 talik qo'yib olsa ham bo'ladi, chunki joy pozolyat qiladi. Katta oila uchun juda ham zo'r kvartira, chunki 5 ta xona, 3 ta sanuzuli bor. Tak, bundan keyin bitta kattalar yotoqxonasi. Bu eng katta spalnyamiz, marhamat. Juda ham katta bu yoq ham, kirganda konditsionerlar hammasi LG qo'yilgan. Bu yerda xuddi shunaqa katta garderobnisi bor. Bu birinchi shkofimiz va bu yerda kirganda ko'rdinglar, xuddi shunaqa bu yerda ham podsvetkali shkoflari ham bor. O'zining ichida alohida sanuzuli. Nima deyapti bu? Oynalari ham bor. Shahar markazida bu domlarni bilganlar biladi. Gabuz dom deyiladi. Juda ham katta kvadratura. Qaranglar. Bu yerda birinchi dushovay bo'ladi, orqada vanna joylashtirilgan, to есть 2 vannam qilingan. Xona kattaligini hisobiga bu yerda ham tosh ishlatilgan ekan. Tak. Bundan keyin bitta detskiy degan bo'ladi, chunki sanuzul yo'q bu yerda. Bu ham xullas bitta spalnya, bu yerda ham xuddi shunaqa mebellari tayyor holatda. Lyustralarga baho berib ketasizlar, remontlar yaxshi chiqqan. Tak. Endi yana bitta spalnya, bu detskiy 2 ta bolaga mo'ljallangan. Mana kirganda chiroyli rangni tanlangan ekan. Dars qiladigan alohida zonalari, alohida shkoflari, bu yerda ham katta mana общий shkoflarimiz ham bor. Patolog balandligi ham yaxshi. Tak, bu yerda marhamat, umumiy yuvinish xonasi. Bu 3-sanuzulimiz bo'lyapti. Tak, bu kvartiramiz sotilyapti. Tenaqa aytgancha santexnikalar hammasi Medco firmasiga tegishli. Privaznoy narsada xullas qo'yilgan. Mirobod tumani Nukus ko'chasi, bu yog'imiz Moshtabib ko'chasi bo'ladi. O'rtasida joylashgan, orientir Govda, Gabuz domi 6-qavatda joylashgan, 180 kvadrat metr. Narxi pastda qoldiramiz, raqamlarni ham pastda qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz. Salomat bo'ling.